Kim Alloh uchun bola chaqasini boqaman deb safarga chiqsa, u juda katta jiddiy jahd qilganlar qatoridagi savobga ega bo'ladi. Sahobalardan birlari aytgan ekanlar, men ikkita holatda jonimni olinishidan xursand bo'lardim. Bittasi dinimni, vatanimni, oilamni himoya qilib urushda, ikkinchisi tijorat mollarim orasida degan. Shuning uchun mana o'sha safarlarda yurgan, rizq talab qilib yurgan azizlarimiz o'sha Alloh uchun deb chiqyapti, rizqlarini o'sha joyda halol talab qilib, halollik bilan tezroq uylariga qaytishligi kerak azizlar. O'sha joyda yurganlarning haqqiga bu yerda duo qilib turish kerak. Musofirning duosi mustajab. Ular yurtini haqqiga duo qilsin. Musofirni nonini yeyishlik uchun temirdan tish kerak deb qo'yadi xalqimiz. Oson emas boshqa joyda yurishlik. Kasal bo'lib boshi yostiqqa yetganda vatanini qo'msaydi. Bola chaqasini eslaydi, ota-onasini eslaydi. Musofirchilik oson emas. Alloh mana shu safarlarda o'zi baraka bersin, ularni muhofaza qilsin. Lekin ba'zan shunaqa bo'ladiki, ketgan maqsadsiz, nima qilayotganini bilmasdan sarson sarkardon bo'lib yurishlardan ko'ra vatanga, yurtga qaytib bo'lish kerak. Shu yerda yashasin. Ammo bola chaqasini ham eslamasdan chiqib ketib, bunaqa holatlardan guvoh bo'lyapmiz.